Biz talab beramiz, mana shu narsa bo'lishi kerak. Agar shu narsa bo'lmasa, biz kafolat bera olmaymiz. Unikal kachollar o'rnatilgan navbatdagi obyektga keldik va bu obyektimizda bizani servis sentrimizni rahbari Abdurahmon akamni boshchiliklarida kachollarimizga podключение qilib berilyapti va Abdurahmon akamga ba'zi savollarni berib o'tamiz. Abdurahmon aka, qanaqa holatlarda obyektlarda o'rnatilgan kacholdagi podключение qilib kafolat beriladi va buni aksi qanaqa holatda podключение qilib berilmaydi va kafolat ham berilmaydi? Xo'p, savol uchun rahmat. Navbatdagi obyektimizda unikal kotел o'rnatilgan. Bu yerda ikkita 24 kondensatsion kotел o'rnatilgan 24 kilovatlik. Bularni podключениесiga keldik. Ustalar bizlarni talablarga mos qilib o'rnatishgan. Ma'lum bir talablar bor o'rnatishdagi. O'sha talablarga hammasiga rioya qilingan. Biz buni servis xodimlari bilan birgalikda tekshirdik. Qanoat hosil qildik. Mana shunaqa kafolat taloni yozib berdik. Bu kafolat talonida qisqacha ma'lumotlar ko'rsatib o'tilgan. Obyekt manzili, uy egasini ismi, telefoni, keyin bu yog'iga kotел ma'lumotlari, markasi, modeli, seriyasi, kilovati, boshqalari. Keyin bu yerda yana ko'rsatib o'tilgan hamma talablarga javob berilganmi, talablarga rioya qilinganmi, yo'qmi deb. Mana bu yerda hamma shu punktlar hammasi to'ldirilgan. Demakki, bu hammasi to'g'ri bo'lyapti. Demak, hammasi bu yerda to'liqligicha javob beryapti. To'liqligicha javob beryapti. O'shanga mana bizning ustamiz Farhod aka mana qabul qilib qo'l qo'yib beryaptilar. Endi bu garantiya talon orqa tarafida o'sha talablar ko'rsatilgan. Uy egasiga yoki ustaga bemalol tanishib chiqishlari mumkin. Undan tashqari bu yerda profilaktikani muddati ko'rsatib o'tiladi. Kotел o'rnatilgandan keyin garantiya 2-yilga o'tishi uchun 1 yil o'tgandan keyin profilaktika qildirish kerak bo'ladi. O'sha profilaktika o'tgandan keyin 2-yilga kafolat cho'zilib beriladi. Bu haqda o'sha 1 yil o'tgandan keyin profilaktika qilingandan keyin bu yerga atmetka qo'yiladi, yoziladi. Tushunarli, yaxshi. Endi o'sha aksiga ham savolimizga ham javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Ya'ni qanaqa holatda o'rnatilmaydi? Ya'ni qanaqa talablar bor? Asosiy 4 ta talab boshida so'raydigan talablarimiz bor. Bu elektr qismlariga bo'lgan talablar bo'ladi. Stabilizator albatta bo'lishi kerak, avtomat bo'lishi kerak, antiskachok bo'lishi kerak. Endi gaz sohasiga keladigan bo'lsak, gazda albatta reduktor bo'lishi kerak, filtr bo'lishi kerak. Ko'pchilikda shunaqa savol tug'ilyaptiki, hozirgi yangi talab bo'yicha xonadonga ko'chadan kirayotgan gaz oqimida reduktor qo'yilyapti-ku. Nega yana qo'shimcha so'rayapsizlar? U umumiy reduktor. Bu gaz kotелni oldiga alohida qo'yiladigan reduktor. Bunga biz talab beramiz, mana shu narsa bo'lishi kerak. Agar shu narsa bo'lmasa, biz kafolat bera olmaymiz. Undan tashqari dimoxod o'rnatilishiga, bularni podключениyadan ulanishiga, обратка sistemadan kelayotgan обраткаga filtr ulanishiga talab qo'yiladi, e'tibor qilinadi. Shu narsalardan qaysi bir holat buzilgan bo'lsa yoki noto'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, ustaga tushuntiramiz. Bartaraf qilingandan keyin kamchilik kelib boshqatdan yana ko'rib, podключение qilib, garantiya yozib beramiz. Tushunarli. Mana men hozir bu yerda mana plomba ko'ryapmiz. Shu haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, bu plomba ombordan chiqayotganda qo'yib beriladigan plomba. Garantiya taloni emas. Ko'pchilikda savol tug'iladi, garantiya taloni shumi deb. Masalan, ma'lum bir muddat o'tgandan keyin savol tug'ildi, mijozda, uy egasida. Shu yerda ko'rsatilgan nomerga telefon qilishdi. Ularga javob beramiz, eshitamiz. Okey, nima muammo? Anaqa muammo bo'lyapti. Xo'p, akajon, borib ko'rib beramiz. Uning uchun bizga garantiya talonini rasmga olib yuboring degan iltimos qilamiz. O'shanda ko'pchilik mana mashina o'zini berdim-ku deyiladi. Bu narsa faqat plombani belgiladi. Buni servis xodimlaridan boshqa odam ochmasligi uchun qo'yilgan plomba. Tushunarli. Zo'r, rahmat. O'rtoqlar, agar sizlarga ham ishonchli, sifatli va eng muhimi kafolatga ega bo'lgan Italiyada ishlab chiqarilgan unikal kachollar albatta kerak bo'lsa, Klimadensga murojaat qilasizlar.